Biz esa davom etamiz. Endigi navbatda adashmasam Xadira filialini frontchi gruppasiga bersak. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Meni ismim Shohjahon. Hozir men sizlarga saytimni ko'rsatmoqchiman. Meni saytim elektr mashina haqida. Hozir ko'rishingiz mumkin. Tepa qismi header qismi. U yerda logo va so'z. Ya'ni yonda header nav qismi. Asosiy qismida Porsche Taycan mashinasi. Eng yaxshi mashinani tanlang. Ya'ni pastda funksiyalari. Pastroq tushganda boshlash tugmasi bor. U yorug'lashib sekin o'chadi. Pastroq tushganda kelajak texnologiyaga ega mashina. Porschening ichi. Ya'ni u haqida ma'lumotlar berilib ketgan. Porsche brendlarini tanlang. Bu kart. Ya'ni kartga olib borganda hover qismi. Tepaga chiqadi mashina. Ya'ni Swapper JS kutubxonasini ishlatganman. Karusel. O'tqisi bo'ladi. O'ti narxi, funksiyalar yozilib ketgan. Pastroq tushganda qo'shimcha xususiyatlari 800 volt turbo 480 km sayohat, ya'ni shunaqa o'xshagan funksiyalari bor. Tanlangan hashamatli mashinalar. Bu yerda Tesla mashinasi, yana Audi, Porschelar bossa, shu mashinalar chiqadi. Tesla bossa, Tesla mashinasi faqat chiqib keladi. Audi'ni bossa, Audi. Ya'ni Porsche'ni bossa, Porsche mashinalari chiqib keladi. Pastroq tushganda agar hozir obuna bo'lsangiz, chegirma qilib beramiz mashina uchun chegirma. Bu yerda yana logotip mashinalar logotipi. Olib borganda rangi o'zgaradi. Yana past qismi footer qismi. U yerda kerakli narsani bossa, o'sha joyga o'tadi. Yana biz bilan bog'lanishi bosganda ko'rishingiz mumkin Facebook, Instagram, Twitter bor. Yana tepaga chiqish tugmasini bossa, avtomaticheski tepaga chiqadi. Yana o'tgan safar chiqqanimizda faqat kompyuterga moslangan edi. Hozir telefonga yana planshetlarga moslanadi. Yana meni ikkinchi saytim bor. Ikkinchi saytim mototsikl haqida. Stit sayti mototsikl. Yana xuddi o'shanda header nav qismi, yana Stit kompaniyasi mototsikl haqida asosiy qismida. Pastroq tushganda shlem, mototsikl uchun shlem. O'tda 3 xil bor. 3 xili bor. Yana pastroq tushganda Stit kompaniyasi funksiyalari haqida, motor xodimlar, diler foydalari. Bu yerda mototsikl tanlash joyi. Bu yerda ham Swapper JS va karusel ishlatganman. Pastroq tushganda mototsikl motorining xususiyatlari. Pastroq tushganda footer qismi, xizmatlar, ofis va modellar bor. Shohjahon, mana 3-oyda chiqqanda sizlar portfolio ko'rsatgandinglar. Unda bitta shu kompyuterda ochiladigan o'zingizlarning veb-saytinglar edi. Endi 6-oyga kelib siz o'zingiz mustaqil qaysidir bor veb-saytni o'zingiz boshqatdan yasab chiqdingiz. To'g'rimi? Ya'ni buni skeleti bor, siz uni olib boshqatdan yasadingiz va uni telefonga moslashtirdingiz. Endi faqatgina kompyuterdan emas, xolasa planshetdan, xolasa noutbukdan, xohlagan rusumli telefondan kirsa ham ishlaydi. Shunaqami? Va buni hozir linkni ota-onalar gruppasiga tashlasa, ota-onalar ham kirib ko'ra oladimi? Ko'ra oladim. Demak, ota-onalar gruppasiga hozir hamma bilan loyihasini tashlab qo'yasiz, ota-onalar kirib uni ko'rishi uchun. Xo'p, 9-oyda nima qilasiz? Hozir 6-oy. 9-oyda nima qilasiz? Mana 3 oydan keyin 9-oy keladi. Keyin nima qilamiz? Undan ham kattaroq sayt qilaman. 9-oyda endi mana shu uyda kimdir qanaqadir biznesi bo'lsa yoki agar hech kim biznes qilmasa, davlat ishida ishlasa, o'sha uydagilar foydalanadigan veb-sayt qilishimiz kerak. Ya'ni bu hozir kimningdir veb-sayti mototsikl bo'yicha. Endi keyingi oyga uydagilaringizga siz o'zingiz veb-sayt qilib berib chiqishingiz kerak bo'ladi. Kelishdikmi? Marhamat, o'tiring. Qarsak siz. Ay, malades. Mikrofon. Marhamat. Xo'p, gruppadoshlar, kim navbati? Mohirjon, keling qani. Va alaykum assalom. Boshladik Mohirjon. Bu soat necha bo'ldi? Soat 12 bo'ldi. Endi hammani ishtahasini qitiqlab endi ovqat ko'rsatasizmi siz? Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Bu meni Assalomu alaykum.
Man PDP juniorda F12 guruhida o'qiyman. Men 6-oy 10 yilda tugatdim. 6-oyda Pizza veb-saytini qildim. Pizza veb-saytimi header qismi, logo, navigatsiya qismi bor. Ustiga bossa o'tadi va unda mazali pizzalar va rasm va bundan zakaz animatsiya qismi bor va zakaz berish joyi bor. Tega tushganda biz tariximiz va tafsil ma'lumot, muvaffaqiyatimizning siri 15 yil davomida qilgan mehnatlarimiz. Pastroqqa tushganda ommabop buyurtmalar. O'tda bizda sotilgan pizzalarni rasmlari va Swapper JS kutubxonasi orqali qilingan karusel. Va pizza ishlatiladigan ingrediyentlar: un, sir, Xo'p. souslar. Qarang, shuni tepaga chiqaylik. Chunki sizda yangiliklar ko'p ekan. Boyagi karusel qismiga o'tamiz. Pastroqqa. Bo'ldi. Mana shu joyni yana bitta ishlatib ko'ramiz. Men hali anchada bu funksiyani ko'rmaganman. Qanaqa qildingiz buni? Keling, yaxshisi prezentatsiya savol-javob qilib o'tkazaylik. Ham hammaga tushunarli bo'ladi, ham manfaat. Qanaqa qildingiz shu ishni? Ya'ni o'tyapti, aylanyapti, animatsiya joyi o'zgaryapti. Nima deyiladi bu? Transform, translate orqasida aylanib o'tadi. Qanaqa kod yozdingiz bunga? Bunga mana shu rasm, keyin transform, translate, keyin Yana? Karusel kod yozilgan bunga? Xo'p. Endi pastga tushamiz. Xo'p, yana nima bor bu yoqda? pizzaga ishlatilgan masalliqlar. Bo'ldi, masalliqlar bor. Buni nimada qo'ygansiz? Mana rasmni qanaqa qo'ydingiz mana shu rasmni? Mana rasm, pizzani rasmi. Qanaqa kopirovka qilib qo'yib qo'ydingizmi? Qanaqa qo'ydingiz buni? Shu image. Image. Gapiravering. Xo'p, image bilan qo'ydik. Ya'ni bu oddiy biz ishlatadigan shunda kopirovka qilib olib qo'yilmaydi. Bunga kod yozish kerak, to'g'rimi? Image kodini yozgansiz va mana shu rasmni shu yoqqa qo'ygin degan buyruq bergansiz. Shundaymi? Xo'p, davom etamiz. Yana nima bor? Bizda eng yutilgan pizzalar. Bo'ldi. Bu qanaqa qimirlayapti bu? Mana hozir bundoq tushganda mana. Animatsiya. Animatsiya. Buni nimada qilgansiz? Buni kodi qanaqa? Vazifasi? Animatsiya. Xo'p. Animatsiya kodiga ketyaptimi bu yoqda? Xo'p, pastga tushamiz. Yana nima bor? Yetkazib berish xizmati. Xo'p, yetkazib berish. Bu yerda ham boyaga o'xshagan animatsiya harakatlanyapti. Xo'p, Futur qismi. Futur qismi. Futur qismi nima uchun kerak bizga? Futur qismi to'lov. Zakaz berish. Futur qismida, ya'ni biz bilan bog'lanish, to'lov qilish hammasi bitta joyda yig'ilib tursa, to'liq saytda odam o'rganib kelgandan keyin oxirida qaror qabul qilish kerak. Ya'ni bu ham bitta marketingning bir yo'li. Biz tepadan ko'rib keldik. Agar zakaz qilmoqchi bo'lsak yoki to'lov qilmoqchi bo'lsak, shu o'zida bo'lmasa, kimdir boshiga qaytishga erinib chiqib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun har doim har bitta saytda oxirida futur qismi bo'ladi. Xo'p, mana bu knopka nima ekan burchakdagi? Uni bossa tepaga chiqadi. Ya'ni boya aytgandek bittalab o'tirmasdan eng yuqoriga chiqarib berdi. Uni nimadan foydalanib qildingiz knopkani? Shu animatsiyadan. Tepaga qaytarishdi. Animatsiyani tepaga qaytarishga qo'ygansiz koddan, to'g'rimi? Xo'p, yana nima bor? Responsibility bor. Xo'p, qani? Bu yerda nima bo'lyapti? Responsive bo'ladi, telefonga moslanadi. Ya'ni boyagi katta rasmlar o'zi avtomatik tarzda telefonda variantidan kelib chiqib, razmerdan kelib chiqib joylashib oladi. Ya'ni rasm mana sentrga keldi, to'g'rimi? Ikkita tarafdan olgansiz, bir xil kelgan. Buni shuni nima orqali qanaqa qildingiz? Ya'ni bu mana razmer bo'lib joylashdi. Surilib ketmadi, chiqib ketmadi, qaytib ketmadi. Qanaqa qildingiz buni? Media secret. Malades bo'ldi. Endi tushundim. Davom ettiravering bo'ldi. Planshet variant. Tugadimi? E'tibor uchun rahmat. E'tiboringiz uchun rahmat. Yashang, o'tiring joyingizga. Xo'p.
Endi navbat kimga? Akobir. Keling Akobir. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Meni ismim Akobir. Men PDP Juniorda F12 guruhida 6-modulni tugatdim. Hozir Rental X veb-saytini yaratganman. Bu hozir header qismi shu. Header qismi bu logotip qismi bu asosiy ijaraga servis tugmalari. Bu avtomobil ijaraga olish uchun ko'proq tejashni xohlaysizmi? Rent a car bilan Rental X avtomobillarni ijaraga olishingiz mumkin. Bu ilovani App Store, Google Play dan yuklab olsangiz bo'ladi. 3 qadamni qanaqa qilib Rental X ilovasidan mashinani avtomobilni ijaraga olsa bo'ladi. Dunyo bo'ylab servislarimiz joylangan. O'zingizga yaqin servisni tanlab, olib ketish sanasini belgilab, avtomobil bron qilishingiz mumkin. Eng yaxshi xizmatlar bizning ijaraga shartnomalarimiz bilan eng yaxshi tajribani his eting. Har bir kamyob narxlar, eng yaxshi narx kafolatlari, ish vaqtlarimiz 24 ga yetdi. Biz eng yaxshi mijozlarning tajribasini ta'minlaymiz. Raqobatdosh narxlar, budjetingizga qulayroq ijara. Bepul Rental X ilovasini yuklab oling. App Store, Google Play tepada aytib chiqqandek yuklab olsa bo'ladi. O'ziga yoqqan mashinalarni tanlab, servis joyini tanlab, sanasini belgilab olib ketishingiz mumkin. Bu futur qismi. Mahsulotlarimiz haqida, Rental X haqida resurslarimiz, qo'shimchalar. Pastroqda bu bizning nomerimiz. Mana shu nomerga telefon qilib mashina ijaraga olsangiz bo'ladi. Tugadimi? Ayting-da. Va oxiri shu. E'tibor uchun rahmat. Ko'rishguncha. Bu o'tiring. Hayajonlanmaymiz. Hop, endigi navbatni kimga? Abdumalik keling. Abdumalik? To'xting. Abdumalik. Hayajonlanmayapsizmi? Aniqmi? Bo'ldi, qani ko'ramiz. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Meni ismim Abdumalik. Men PDP Juniorda F12 guruhida o'qiyman. Men 6-oyda taqdimotga olib chiqmoqchi bo'lgan saytimni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Ko'rishingiz mumkin. Tepada header qismi va logo va sizlarga kerak bo'lgan naborlar. Saytimizning maqsadi go'zal mamlakatlardagi eng yaxshi mehmonxonani bron qiling va ro'yxatni o'tishni bossangiz, ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Bu bizning mehmonxonalarimiz. 4 yulduzli mehmonxonamiz bir kechaga $320, 5 yulduzli mehmonxonamiz bir kechaga $580, 3 yulduzli mehmonxonamiz bir kechaga $350. Va ko'rishingiz mumkin. Biz bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, mashinalardan foydalansangiz bo'ladi. Biz hamkorlik qilgan davlatlar va bularning mehmonxonasini bron qilsangiz bo'ladi onlayn tarzda. Va ko'rishingiz mumkin mehmonxonamizning ichki dizayni va keyingi sayohatingizni rejalashtiring.
ko'rishingiz mumkin. Onlayn tarzda bizni mehmonxonamizni bron qilishingiz mumkin. Va tez chegirmalarga ega bo'ling. Bizda ro'yxatdan o'tib tizimga kirsangiz, chegirmalarga ega bo'lasiz va ko'rishingiz mumkin. Bu yerda biz bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, mana shu naborlardan foydalansangiz bo'ladi. Va bu saytim responsiv holatda bo'ladi. Hop, tugadimi? Qarsaklar, rahmat hammaga, sizga ham rahmat, bizga ham rahmat eshitganimiz uchun. Keling, keyingi ishtirokchi kim? Kamoldan. Va alaykum assalom. Boshladik. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Men Rolex saytini qilganman. Mana ko'rishingiz mumkin. Tepada header qismi, eng kolleksiyali rasm. Sal pastroq. Mana sal pastroqda chegirmali soatlar. Ko'rishingiz mumkin. Chegirmada mana shu hamma uchalasi. Bu yerda bir dona chiqarilgan soat, kolleksiya bu sotilmaydi. Ko'rgazma uchun bu. Mana bu yerda qolgan hamma soatlar, magazinda bor soatlar. Bu mijozlarning fikri. Bu yerda yangi soatlar. Bu yerda futur qismi. Bu soat olmoqchi bo'lsangiz, emailingizni kiritib olishingiz mumkin. Ham tungi rejimi ham bor. Bu yerda savatcha. Telefonga ham moslanadi. Tugadimi? Boringlar uchun rahmat. Rahmat sizga. O'tiring Kamoldan. Hop, endigi navbatda siz so'raganmidingiz? Qudratilla, marhamat. Boshladik. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Mening ismim Qudratilla. Men elektron kitob saytini qilganman. Tepaga o'tsak, futur qismi, logo bor, keyin bu yerda yozuvlar bor. Yozuvlar rangi o'zgaradi ustiga borsak. Bu bizning birinchisi yetkazib beramiz, ikkinchisi anaqa xavfsiz to'lov, uchinchisi 24/7 ishlaymiz bizlar. Sal pastroqga tushsak, bu yerda tanlangan kitoblar ko'rishingiz mumkin narxini, bu ham o'tada animatsiyali. Savatga solish joyi bor. Sal pastroq tushsak, bu hozir bizda 50% chegirmaga olishingiz mumkin kitoblar. Ko'rishingiz mumkin. Chegirmada bu kitoblar. Sal pastroq tushsak, bizda yangi kelgan kitoblarimiz bor. Bu ham animatsiyali o'tib turadi. Sal pastroqga tushsak, bu yerda emailingizni kirsangiz, bizga bog'lanishingiz mumkin. Obuna bo'lib. Sal pastroqga tushsak, bu bizning mijozlarimizning fikri bizga. Endi tegida futur qismi bizani. Bu yerda ham logo bor. Mana ko'rishingiz mumkin Facebook, Instagram. Bu knopka bossa eng tepaga o'tadi. Men saytim bu bossanglar, kitob nomini yozsanglar chiqazib beradi bu yerda. Keyingisida emailingizni kiritib, o'sha o'zingizni haqqingizni kiritib, bizdan kitob olishingiz mumkin. Men saytimda tun rejimini ham qilganman. Ko'rishingiz mumkin tun rejimini. Bor. Telefonga moslaganman. Ko'rishingiz mumkin, telefonga moslaganman. Shu bilan saytim tugadi. Hurmatingiz uchun rahmat. Rahmat sizga ham Qudratilla, marhamat. Davom etamiz. Xo'p, mikrofonni kimga topshirasiz? Umar Xo'jaga. Umar Xo'ja. Qani siz nima bilan qoyil qoldirasiz Assalomu bizni? alaykum hurmatli ota-onalar. Mening ismim Shamsiddinov Umar Xo'ja. Men 6 oy ichida o'rgangan bilimim bo'yicha sayt qildim. Bu Food Plus sayti. Tepada ko'rib turganinglardek header qismi bor. Bu birinchi yetkazib berish yoki oson olib ketsangiz bo'ladi bu yerdan. Vaqtingizni tejash va
istaklaringizni qo'ndirish uchun mo'ljallangan muammosiz yetkazib berish va oson olib ketish imkoniyatlari birinchilardan bo'ling. Siz stol band qilishingiz mumkin bu yerda. Bu bizning eng mashhur taomlarimiz. Siz pastda narxini ko'rishingiz mumkin yoki savatga qo'shishingiz mumkin. U qanday ishlaydi? Siz ovqatni tanlashingiz mumkin va uyingizga yetib olib borishingiz mumkin. Dastavka bo'yicha. Bu bizning mijozlarimizning aniq reaksiyasi. Pastga tushirsangiz bizda futur qismi bor. Siz bu yerda ko'proq ma'lumot olishingiz mumkin. Bu sayt responsiv qilsa bo'ladi. Bu responsiv holatida, telefonga moslangan holatda. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Keling, o'tiring joyingizga. Xo'p, endigi navbatni Sobirjonga. Sobirjon boshladik. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Mening ismim Sobirjon. Xo'p, men 6 oy davomida o'rgangan bilimlarim bilan yasagan saytimni ko'rishingiz mumkin. Bu travel sayti. Hop, bu saytda bizni chet eldagi sohil, okean, dengiz bo'ylaridagi mehmonxonalarni band qilishimiz mumkin. Bu yerda saytimizda asosiy home qismi va header qismini ko'rsangiz bo'ladi. Agar pastroqga tushadigan bo'lsak, bu yerda rasmlar bor, ozgincha informatsiyalar olsangiz bo'ladi. Ingliz tilini ozgina yaxshi bilmaganim uchun o'zbekchaga tarjima qila olmay qoldim. Bu yerda bizani mana shu Bali yoki mana shunaqa orollarga, Gavayi orollarida hamkorligimiz bor. Bu yerda mehmonxonalarni bron qilsangiz bo'ladi. Pastroqga chiqsangiz bizani xizmatlarimizni, rasmlarini ko'rsangiz bo'ladi. Bizda shunaqa dengiz ostida suzish xizmatlari bor. Bu yerda biz sizlarni drondan ham videoga olib berishimiz mumkin. O'shani ko'rsangiz bo'ladi. Hop, bu yerda mehmonxonalarimiz narxlari va necha yulduzligi belgilangan. O'zingizga kerak qaysi orol yoki shaharga bormoqchi bo'lsangiz, bron qilsangiz bo'ladi. Hop, bu tugmani bosadigan bo'lsangiz, saytimizning yana asosiy bosh qismiga qaytadi. Hop, hammaniki kabi meni ham saytimda responsiv ishlatilgan va tungi rejimi ham bor. Mana tungi rejimda ko'rishingiz mumkin. Endi responsiv ko'rsak bo'ladi. Mana saytim responsiv, ya'ni telefonga moslangan qismini ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu yerda har xil telefon, planshet yoki boshqacha yana desktoplarda ham kirsangiz bo'ladi. Mana yana bitta quloqchin saytim bor. Shank ustoz qo'yib bersalar. Xo'p, bu quloqchin sayti. Bu yerdan sizlar yangi chiqqan quloqchinlarni olsangiz bo'ladi. Bu bizani mana quloqchin narxi $299. Bu yerda u haqida qisqacha ma'lumotlar bor. Agar pastroqga tushadigan bo'lsak, hop, uni Bluetooth orqali ulasa bo'ladi. Batareykasi 40 soatga yetadigan qilib ishlangan. Hop, bu yerda mikrofoni ham Google va Apple Siri orqali ishlaydigan sun'iy intellekt qo'shilgan. Bu yerda quloqchinimizni agar hozirroq sotib olsangiz, yangi chiqqan payti 50% chegirmada sotib olsangiz bo'ladi, yarim narxiga. Bu yerda sizlar o'zingizlarni vkusingizga qarab har xil rangda sotib olsangiz bo'ladi, o'zingizlarga ma'qulini. Bu saytimizda ham xuddi shunaqa footer qismi bor, email yozib, bron qilsangiz bo'ladi nomingizga. Yana bu tugmani bossangiz saytimiz bosh qismiga qaytadi. Bu saytimizda ham responsiv ishlatilgan. Mana responsiv qismini ko'rsangiz bo'ladi. Bu ham любой device-ga tushiradi. Bo'ldi, e'tiboringiz uchun rahmat. Saytim shundan iborat edi. Rahmat sizga ham, marhamat. Va bizda so'nggi qahramonimiz, oxirgi jangchimiz. Boshladikmi? Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Mening ismim Muhammad Aziz. Hozirda 11 yoshdaman. Men F12 gruppasida o'qiyman. Hozir men Aventador saytini ko'rsatmoqchiman. Aventador nima desanglar, mashinaga qiziqaman. Ana header qismida ko'rishingiz mumkin. Aventador logosi, yana header nav bor.
mashinani rasmi, keyin bu yoqda Swapper.js kutubxonasidan qilganman, karuselni, yana pasrog'ida mashina, yana pasrog'ida mashina uchun ozgina bo'lsa ham ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Yana pasrog'ida hashamatli avtomobillar rangi, kumush rangi, sariq va ko'k, qancha tezlikka yurib, qancha masofa bosishini yozilgan. Yana pastroqda saytimizning eng hashamatli va eng tez yuradigan mashinasi, kuch kvadrati 780 ta ochiq qutiga ega va 355 km/soatga yuradi. 0 dan 100 gacha tezligi chiqishga 3 sekundda chiqadi. Yana pasrog'ida ro'yxatdan o'tish qismi, ismingizni kiriting va email kiritgandan keyin yuborish qismini bosing. Ko'rishingiz mumkin. Footer qismida yana yangiliklar bor. Bu tugmani bossa yana asosiy qismiga o'tadi. Responsive holatiga responsive bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Muhammad Aziz, qo'lingizga nima qildi? Sindi. Juda tez sayt yaratibsiz, tezlik yaxshi narsalarga olib kelmaydi. O'shaning uchun ehtiyot bo'ling, xo'pmi? Qo'lda asrang. Keyin safarga tuzatib qo'ying. Xo'p, bo'ldi. Shu bilan adashmasam oxirgi ishtirokchimiz Muhammad Aziz. Marhamat, ijtimoiyni berasiz va o'rtaga sizni taklif qilamiz. Endi bizda Generation guruhda so'nggi yakuniy tadbiri qoldi. Undan oldin sizlarni taqdirlashinglarni o'tkazsa, keyin biz Generation bilan bugungi juniordagi so'nggi kunlarni nishonlab topshiramiz. Demak, xo'p, yigitlar tayyor turamiz, hammamiz mikrofonlar topshiramiz, kepkalarimizni yechamiz. Demak, front-end yo'nalishining 6-modulini muvaffaqiyatli yakunlaganligi uchun Abdumalik Muhammad Sobitov sertifikat bilan taqdirlanadilar. Marhamat Abdumalik. Hop, davom etamiz. Qo'llab, olqishlab, qarsak chalib turamiz. Keyingi sertifikat egasi Kamoliddin Komilov. Marhamat Kamoliddin. Navbat sizga. Davom etamiz. Mohirjon Komilov, aka-ukalar, marhamat Mohirjon. Ustozingiz oldiga. Davom etamiz. Muhammad Aziz Muhammadjonov keyingi sertifikat bilan taqdirlanadilar. Demak, navbat Qudratulla Lutfullayevga. Qudratulla ham bugun o'z sertifikatini qabul qilib oladilar. Shoakabir Shoasqarov. Shohjahon Anmarxonov keyingi sertifikat sohibi. Shohjahon, marhamat, Shohjahon. Umarxo'ja Shamsiddinov. Shu yerdaman Umarxo'ja? Marhamat Umarxo'ja. Sal surilsin, keyiga turasan. Va so'nggi ishtirokchimiz Sobir To'xtayev. Sobirjon. Va hammani sahnaga taklif qilamiz. Jamoaviy rasm. Shun bilan sizlarga bugun yakun yasaymiz. Marhamat, chiqinglar. Tezroq yigitlar. Bo'yi uzun yigitlar orqaga, o'rtacha bo'ylarimiz o'rtaga joylashamiz. Tez. Siz ham oldiga chiqib qoling. Aha. Demak, hammaga rahmat. Savollar bo'lsa Umidjon shu yerda ota-onalar uchun va uzoq kutilgan ancha uzoq kuttirdik. Oxirgi guruhimiz qoldi. Generation guruhi bugun o'zlarini 1 yil mobaynida olgan bilimlarini Flutter bo'yicha mobil ilovalarni taqdim qiladilar va sifatli va yaxshi o'tgan o'quvchilarga bugun junior tarafidan esdalik sovg'alar hamda keyingi o'qishlarini davom ettirish uchun vaucherlar beriladi. Qani ustoz, marhamat keling. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, xush kelibsizlar. Hop, 4 ta proyekt qilganmiz o'quvchilarimiz. Hozir birinchi chiqadigan komanda sizlarga 2 ta proyekt ko'rsatadi. Birinchisi expense tracker, xarajatlarni hisob-kitob qilib ketadigan proyekt bo'ladi. O'shani ko'rsatishadi. Ikkinchisi esa AI chatbot, ya'ni hozir mashhur bo'lib ketgan ChatGPT bilan gaplashyapmiz. O'shani klonini qilishgan, o'ziga harakat qilib savol so'rasanglar javob beradi, xuddi ChatGPTga o'xshab. Shu ikkita loyihani ko'rsatishadi, xudo xolasa. Muhammad Sodiq, chiqaveringlar birodar. Muhammad Sodiq, Tohirjon, Asadjon, to'g'rimi? Marhamat, kelinglar, sahnamiz sizlarga muntazir.
Aha, qani. Hayt kiyimlarni yarashganini bilardi. Xo'p. Aha, o, malades. Yana bitta mikrofonni beringlarchi. Xo'p. Demak, ishlayapti. Kim gapiradigan? Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz Expense Tracker va Aisha D5 applarimizni taqdim etamiz. Ustoz. Keyingi Hop, ko'rishingiz mumkin. Bu bizning jamoamiz. Men Muhammad Sodiq va Tohir Asad. Hop, Expense Tracker ilovasi. Bu birinchidan kundalik xaridlaringizni va qayd etib borishingiz mumkin. Ikkinchi, bu umumiy statistika ma'lumotlarini kuzating. Bu yerda bemalol App Store'dan skaner qilib o'tkazishingiz mumkin va ishlatib ko'rishingiz ham mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda hozir men ishlatib o'zim ko'rsatib beraman. Bu yerda income, ya'ni kirishni misol uchun kategoriyadan tanlasangiz bo'ladi. Biznes yoki oylik, investorlar yoki freelancing. Ya'ni salary bu oylik misol uchun $1000 tushdi desak va descriptionga bu oylik deb yozib qo'ysak, oylikdan keyin buni saqlab qo'yamiz. Save, ya'ni bu lokal xotiraga saqlanib bo'ladi. Bundan keyin expenses bu chiqimda, ya'ni kategoriyadan uyga, ya'ni naloglarga yoki food, ovqatga, transportation bu transportga, avtobuslarga, utility bu mayda-chuyda narsalarga va health, ya'ni sog'liqlarga ishlatilgan pullarning chiqimi. Healthdan misol uchun tanlasak, ya'ni $100 misol uchun doktorga borib, bundan konsultatsiya, ya'ni nimadirlarni olishga $100 ketdi desak va mana bu yerga sog'liq deb yozib qo'ysak, ko'rishingiz mumkin hozir. Mana buni ham saqlab qo'yamiz va mana ko'rishingiz mumkin account balance $900 ga aylandi. Ya'ni $1000 dan $100,000 ishlatgan, $100 ishlatganingizdan keyin $900 ga aylandi. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin. Xiz mana kunini, soatini yozib qo'ygan. Avgust 9, ya'ni 12:17 da chiqim va kirim. Va hozir o'zingizlar ham bemalol o'tkazib ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu yerda skaner qilsanglar App Store'dan chiqadi. Bu hozircha faqat Android uchun yo'q, chunki Androidga chiqarish uchun hali pul kerak. O'shaning uchun App Store'da faqat hozircha. Va mana bu yerda o'sha aytganimdek kirim va chiqimlarni kiritib borish mumkin. Va umumiy statistikalar, balans, barcha kirimlar va chiqimlar. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin, App Store'da 223 ta общий o'tkazishlar bor va 4000 tadan oshiq odamlarda hissiyot uyg'otgan va juda ko'p odam buni chet eldan o'tkazayapti. Mana O'zbekistondan ko'rishingiz mumkin, 19 ta odam o'tkazgan, Amerikaning o'zidan 15 ta odam o'tkazgan va boshqa davlatlardan 10 tadan undan kam odamlar o'tkazgan. Keyin yana biz Aisha chatbot qilganmiz. O'tkazib olsanglar bo'ladi, QR kodni skaner qilib. Bu kirishimiz, kirganingizda shunaqa narsa kutib oladi sizlarni. Keyingisini bossanglar shu bu yoqqa o'tiradi. Keyin bizani birinchi listimizga tushadi. Chatimizga. Bu yerda любой savol bersanglar, любойga javob beradi. Keyin bu yerda limitinglarni ko'rsanglar bo'ladi. Bugun qancha ishlatganingiz, keyin hammasi bo'lib nechta borligi, общий tokenni ko'rsanglar bo'ladi, oylik. Keyin buni saqlanib chiqib ketganingizda, u yerda kuni, soati va sanasi ko'rinib turadi. Hozir bu yerda ishlashini ko'rsatamiz. Mana hozir. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda chatimiz. Chatda bu yerda vaqtini, kunini ko'rsatadi.
va bu yerda aytganimizdek o'sha usage tokenlarni ko'rsatadi. Ya'ni mana hozir mana bugungi mesajlar 2 ta, общий mesajlar 8 ta va token ishlatilgani 640 ta. Va tokenimiz bu bizda tekinga emas, masalan uchun bitta token narxi 50 so'mdan tushadi. Va bu yerda masalan uchun yangi chat create qilamiz hozir mana. New chat created successfully bu degani hammasi yaxshi degani. Hop, bu yerda masalan uchun любой savol bersak bo'ladi. Savolinglar bormi? Hop, bo'pti, iPhone 15 haqida so'raymiz. Bu yerda любой tilda bersanglar bo'ladi savollarni, lekin hozircha голосовой va rasm qo'shish hali kelajakda shu niyatimiz bor, faqat shu sponsorlar kerak unga. Mana ko'rishingiz mumkin iPhone 15 haqida ma'lumotlar. Buni hammasi o'sha ChatGPT bilan ishlatilgan. Faqat ChatGPT ning o'zi emas, uning kichkina yordamchisi Mini Tor O degani. U bu ishlashni o'zi ustozimiz qilib bergan backendga borib, tokenni olib, yo'da agar ko'proq kattaroq savol bo'lsa, unga ko'proq vaqt ketadi. Agar kichkinaroq savol bo'lsa, tez chiqadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Aytgan kamera, dizayn va protsessor haqida, displey haqida hammasini tushuntirib bergan. Buni haqida kelajakda yana kuchaytiramiz. Xudo xolasa, albatta. Ko'rishingiz mumkin mana. Buni hali yana akkaunt ulash bor va uni hali ulamaganmiz, to'g'ri, lekin uni ham kelajakda ulaymiz, akkaunt ulashda Google bilan, Apple bilan va hamma boshqa devicelar uchun. Shu e'tiboringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa bemalol bering. Bitta olqishlab qo'yasizlar yigitlarimiz. 9 oyda adashmasam, 2 ta 10 oydami? 10 oyda 2 ta sahifa, 2 ta loyiha tayyorlashibdi. Birinchisi ChatGPT ga o'xshagan tayyor loyiha, undan oldingisi elektron kashlok. To'g'riroq qilib aytgan, elektron kashlok har kunlik xarajatlarni qilib boradigan. Yaxshi zo'r, menga yoqdi, yaxshi chiqibdi yigitlar. Kattakon rahmat sizlarga, ustozinglarga ham kattakon rahmat. Marhamat, joylarni egallanglar. Keyin guruhga navbatni bersak. Assalomu alaykum hamma ota-onalarga. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Zerikib qolmadinglarmi? Ancha o'tirib qo'ydinglar sizlar ham. Hop, ana intriga joyi keldi. Hop. Bizani короче 2 ta appimiz bor. 3 ta bola qildi. Meni ismim Abubakir. Siz nima? Ana ismim Ahror. Ana ismim Abdulbosit. 4 ta birda. Hop, bizani 2 ta appimiz bor. Bittasi Nur Qur'on, Yo restoran. Yo restoran qo'yamiz, chunki menga shu ism yomon yoqdi. O'shaning uchun logolarni ham tayyorlab qoldik. Hop, Nur Qur'on bu ancha oldingi proyekt. Bitta slayd o'tkazib yuborasizmi ustoz? Chunki Nur Qur'on biz oldin qilganmiz, chunki App Store'da ham bu proyektimiz bor. Bundan 7 oy oldin bizda hackathon bo'lgan edi Cambridge'da, shu Foundation gruppasi bo'yicha. Bizda eng kichkina gruppa edi. Shunga qaramasdan, mana shu Nur Qur'on qilganmiz. Endi 3-oy bo'lgan, 3-modul. Bizga qarshi vashqa katta modulli bolalar bo'lgan. O'shanda ham lekin Nur Qur'on bilan biz normalniy konkurensiya beryapmiz. Hop, xohlasanglar bemalol o'tkazib olsanglar bo'ladi. App Store deylar, Apple deylar, bemalol o'tkazib olaveringlar. Hop, agar Samsung tutadigan bo'lsa, APK ham bo'lishi kerak edi. APKsi bor. Xohlasanglar skachab qolsanglar bo'ladi. Aha. Hop, biz orqali Qur'oni Karimni eshitish mumkin, tinglash mumkin, keyin o'qish ham mumkin. Ko'rayotgan bo'lsanglar, hammasi chiroyli qilingan, tipi mana bu yerda video воспроизводиться qiladi, ketma-ket ketaveradi. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, faqat angliskiy versiyasi, ma'nosi va Qur'onni o'zi arabskiy versiyalari bor. Arabskiy versiyalari bor. Bu slishkim katta narsa. Biz nimaga o'zbek tilida qila olmadik? Chunki o'zbek tilida ham to'g'ri ma'noligini topish ancha qiyin bo'ldi. O'shaning uchun faqat hozirchalik angliskiyda, lekin dальнейшем bizda niyat bor, что o'zbekskiyni ham qo'shib, ancha tillarni qo'shib, ancha qorinlarni qo'shish iloji bor. Shu hozirchalik shuni qilmoqchimiz. Protsessi, как говорится, endi o'zi 10 oy bo'ldi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bu kod. Hozir endi 34 ta qator ko'rinib turibdi, chunki screenshotga sig'maydi. Bu yerda 32 mingta qator narsa bor. Bu yerda 32 mingta qator deganda, men Qur'onni arabskiy versiyasi, и потом gapiring. Okay. Bizning proyektimizda 32 mingta qator narsa bor. Uning ichida
oyatlarni tarjimasi va arabcha versiyasi bor. Ular ishonchli joydan yuklab olingan. 100%. Keyin ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda boshqa narsa, bu oyatni bizda ID'si bizga воспроизвести qilishga kerak bo'ladi. Chunki oldin hackathonda bo'lganimizda bizda faqat audio ishlatilardi. O'shaning uchun app joy vashi katta bo'lib ketardi, 700 megabaytlar bo'lib ketardi. Chunki ba'zan Qur'on o'tib bor, o'shaning uchun audio ko'p yuklashga to'g'ri kelardi. Shuni hisobiga biz undan optimalni bersa, atiga hozir appimiz 30 gigabayt 40 megabayt orasida chiqadi. Chunki biz hozir internet bilan ishlash o'rganganmiz. Every aya degan bizning yaxshi bratlar bor ekan, yaxshi hamshirlar bor ekanlar. Agar o'sha bratlar shu Every aya degan sayt ochmaganda biz hozir bu internetda olib kela olmayotgan bo'lardi. Bu oyatlarni bemalol o'shaning uchun воспроизвести qila olamiz. Bez остановок, без ничего. Bu ko'rayotgan bo'lsangiz, App Store'da bu chiqqan. Atiga 82 ta total downloads bor, lekin bitta yomon bum boradigan narsasi O'zbekistonda 16 tada, United Statesda 16 skachuni. Masalan, men United Statesda umuman tanishlarim yo'qdi, lekin O'zbekistonda hamma tanishlar o'tkazgan. Shu maktabdagi bolalarga aytganman, shu iltimos paparatski yordamlashib yuboringlar, shu app ko'tarish kerak deganman. O'shandan keyin shu qarindoshlar, hamma tanishlar, xullas o'tkazgan 16 da. United States hech kim tanimayman, to'g'risini aytaman. Xursand bo'ldim, shu Indiyadan ham, United Arab Emiratesdan o'tkazishgan. Shu. Aha. Keyin hozir xohlasanglar ishlashni ham ko'rsataman. Hozir. 1 minutочку. Xo'p. Yo. Ko'rayotgan bo'lsanglar, shu app biz qilganmiz. Nimaga tepada Annisa turibdi? Chunki oxirgi vaqtda Annisaga kirilib audio eshitilgan. Masalan, Al-Fatihaga bossam, Fotiha surasi chiqadi. Surani audiosi eshitilmasa kerak hozir. Xullas, arabskiy versiya. Mikrofonda sal problema bo'lyapti. Atakishlikda endi ko'rayotgan bo'lsangiz, tepada Last Read bilan Al-Fatiha qoldi. Chunki oxirgi o'qigan Qur'oningizni, oxirgi o'qigan surasini saqlab qoladi, esida qoladi. Masalan, boy bitta sura pastroqdan kirsam ham, Balad surasini o'qidinglar, keyin chiqib ketdinglar, tepada Balad surasi sraz Baladga kirib ketadi o'shanda. Bemalol anaqasi bo'ladi, internet bilan ishlaydi, janoh katta joy olmaydi. Shu hozirchalik shu hackathonda ancha naqa narsalar yo'q edi, ancha narsa qo'shganmiz. Shunga xursand bo'ldim. Hop, keyingi appimizni aytganimdek Yo restoran aytganimdek hali hech qanaqa restoran bizani anaqa olmadi, chunki hali aytganimizdek hech qaysi restoranga. Anaqa bor proses. Kamida agar tanishlar restoranga shunaqa app kerak bo'lsa $300 beramiz. $300 qilib beramiz. Xo'p, mana Yo restoran ko'rayotganinglardek, mana bu yerda app ko'rinishi. Bu video bo'lish kerak edi, ustoz. Video ko'rasiz. Voy. Uzun narsa. Yo'q. Xo'p. Ko'rasizlar, mana har xil animatsiyalari bor, chiroyli qilingan. Men bu figmani bir butun umr davomida qidirdim, chunki bu dizayn topish ancha qiyin bo'ldi. O'zi bu dizayn chiroyli ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin, lekin figmada bundan ham chiroyli edi. Men o'xshata olmadim. Ya'ni sal experience etmay qoldim, mayli. Qo'ldan kelgancha qildim. Xo'p. Keyingi slaydga o'tsangiz, bu yerda ko'rayotganingizdek, onboarding page'da hamma narsa bor. Popular food, restaurant, keyin kategoriyalar bor. Ko'rayotganinglar, birinchi bo'lib username ko'rinib turadi. Keyin all categoriesda barcha ovqatlarni ko'rinish mumkin. Endi ahamiyat bermanglar, o'zbekchada yozish sal qiynaldim. Hamma ochiq restoranlar va menyular reytinglari bilan popular food ko'p sotilgan ovqatlarni ko'rsa bo'ladi. Popular foodda keyingisiga o'tamiz. Xo'p. Keyin har bitta ovqat uchun alohida page ochilgan. Bu ham vashi bala очень сложно. Chunki bu yerda har bittasiga men отдельный page ochishim kerak. Pizzaga отдельный page, burgerga отдельный page. Vashi ko'p ovqat qo'shib o'rganman. Keyin o'zim 2 oy o'tirdim shu yerda bolalar bilan nima qilishni bilmayman. Nima qilamiz bolalar, yana ovqat qo'shamiz, yetadimi, ili stopmi? Ba'zan stop qilmadik, ovqat qo'shib urdik. Keyin asset degan narsa bor. Assetda hamma rasmlar bo'ladi. Bu yerda 250 tacha rasm qo'shdim. Hammasi silishkim qiyin bo'ldi qo'shish, chunki 250 ta rasmni
oldim, kachestasini ko'paytirdim, backgroundini olib tashladim chiroyli ko'rinish uchun. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu yerda o'zi anaqada olingan, nima edi? Buvim qilgan ekanlar, qarochi, o'shanda anaqada turuvdi, stol ustida turuvdi. Mana shuni rasmga oldim, backgroundini o'chirib tashladim. O'shaning uchun oppoq chiroyli chiqyapti bu yerda. Shunga ham melki detallagan, ahamiyat berilgan, bolalar bilan ancha o'tirdik. Ko'rayotgan bo'lsanglar, Ko'shbashi restorani izet va baklava bilan pide turibdi. Keyin shu angliskida, men chunki o'zbekchada zo'r emas, o'shaning uchun opisaniyasi angliskida yozilgan. Chunki hop, onboarding pageda totalga o'tish mumkin. Iltimos ko'rsat. Iltimos. Okay. Onboarding pagedan totalga o'tish mumkin. Ko'rayotgan bo'lsanglar, hozir mana men burger bosdim, browse menu chiqadi, menyuni polniy mana food chiqadi, ikkita fanta bilan qo'shib qo'yganman, lekin ichida ularning rasmi yo'q, qo'sha olmadim, uzr. Aytganimdek ko'payib ketib qoldi, hech uspet qila olmadim. Lekin ko'rayotgan bo'lsanglar, chicken sub, classic sub bilan qo'shilgan. Hozir totalga o'tganimda men bilan hammasini boshqara olaman. Ko'rayotgan bo'lsanglar, user faqat 3 tadan zakaz qila oladi. Yoki undan ko'p, yoki kam qila olmaydi, chunki biz deliver qiladigan bolalarni o'ylaganmiz, shuning uchun 3 tadan ko'p qila olmaymiz. Xo'p, eng qiyin joyga keldi. Eng zavarashuvchi joyi, menga eng qiyin bo'lgan joyi bolalar bilan 2 hafta o'tirib o'ylaganmiz, 2 hafta prosta o'ylaganmiz. Hech nima qilmay prosta o'ylaganmiz nima qilishni. Shu mana bitta page uchun bizga komanda bilan 2 hafta vaqtimiz ketdi. Bu hamma blyudalarni qo'shib chiqquncha umr o'tdi xullas. Keyingisi o'tkazib olasiz. Mana total page. Mana umrimni yegan, bizani bolalar bilan umri yegan page. Mana hamma ovqatlarni hisoblab va total amount of food hisoblaydi. Atigi $5 delivery olamiz. Atigi $5 delivery. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana hamma pizzalarni qo'shib chiqdim, takolarni qo'shib chiqdim, my kartda chiqyapti. Minus qo'yma, minus bo'lyapti. Minus bo'yapti, minus qo'yapti. Yo'q bo'lib ketyapti sirasi. Men 10 ni ko'rasizlar tepada, kamayyapti, ko'payyapti. Chunki qancha narsa olganingiz ko'rsatib turadi tepada. Masalan, 2 ta narsa qoldi, bitta narsa qoldi, bo'ldi, qolmadi. 3 ta bo'ldi. 3 tadan ko'p bo'lsa ham ololmaysiz, bu ham продуманный. Mana ko'rayotganimiz yo'q. Oxirgi qo'yib yuboringsiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana $5 atiga delivery oladi. Subtotal $54. Masalan, $22 dan $66 bo'ldi-da, subtotal xullas $59 chiqdi delivery bilan. Hammasini hisoblaydi, hammasini to'g'ri hisoblaydi, hammasi qilingan. Bu yerda yana ochmadi. Zo'r if bor edi. Millionlar thank you for your attention degan. Mayli. Rahmat hammaga. Mana. Thank you for your attention. So rahmat. Men еще Qur'on ayib, xolislar skachat qilib olinglar. Для reputatsiya yordam qilgan bo'lasizlar. Rahmat. So еще stand-up emas edi, просто proyekt ko'rsatib chiqdim. So Молодцы bo'ldilar, zo'r. U uyalmasdan barallatsangiz bo'ladi, qilgan ishlaringiz haqiqatan taqsimga loyiq. Hozir mana bolalar bilan ishlaringizni ko'rib kuzatib turibmiz. O'zi Flutter o'zi qiyin yo'nalish. Universitetda bolalarni uni olishiga qiynalgan. Sizlar hali akademiyada emas, universitetda emas, junior toifasida shuncha ish qilibsizlar. Bu uchun alohida rahmat, ustozinglarga rahmat. Asablari ichida shuncha narsani o'rgatganiga, sizlarni esa sabr bilan buni chiqarganinglarga sizlarga ham rahmat. Rahmat yigitlar, молодец, zo'r. Xo'p, davom etdik. Keyingi guruhdan taklif qilamiz. 3-guruhimiz. Guruhlar borgan sari salohiyatli bo'lib boryapti, ko'z tegmasin. Ko'ramiz 3-guruh ham. Bittami yo seriyalingiz bormi? O'zingizmi? Qani? Yedinni bo'ldingiz siz. Boshladik. Assalomu alaykum hammaga. Mana meni proyektim Translator app. Bu sizning shaxsiy tarjimon ilovingiz. Mening ilovamda 4 funksiya bor. Tez matn tarjimasi, tasviriy matn tanib olishi, ovozli tarjima va avtomatik til aniqlash. Avtomatik til aniqlashda siz til tanlashingiz shart emas, любой bitta tekst kiritasiz, keyin bitta tugmani bossangiz o'zi aniqlab beradi tilni. Ovozli tarjima. Ovozli tarjimada mana shu mikrofon knopkasini bossangiz, mana shu gapirgan gaplaringizni tekstga преобразовать qilib beradi, keyin uni tarjima qilasiz.
tasviriy matnni tanib olishi bu kamera bilan perevod qilinadi. Masalan, mana shu tekstni rasmga olasiz, keyin u mana shu tekstni kopировать qilib qo'yadi, keyin perevodchik o'sha perevod qiladigan tugmani bossiz, perevod qilib beradi. Foydalanuvchilar kim ko'pincha ishlatadi? Ko'pincha mana shu Translator appi tarjimonni sayohatchilar ishlatadi. Har xil joylarda yurganda bilmagan narsasini perevod qilsa bo'ladi. Ya'ni masalan, любой bitta tushunmagan tekstini rasmga olib perevod qilib bila olsa bo'ladi. Keyin ko'pincha mutaxassislar ishlatadi, chunki ular har xil ko'pincha boshqa chet eldagi odamlar bilan birgalikda ishlashadi. O'shanda bir-birligi bilan muloqot qilish uchun ishlatishadi. Ovozli tarjima endi gapirish osonroq, chunki men upgrade qildim ilovamni, yangi package kiritdim, eng oxirgi eng zo'r IP larni kiritdim. Matn rasmlardan tarjima qilish, atrofingizdagi dunyoni o'qing. Buni mana shu funksiyani bossangiz, kamera rasmidagi knopkani bossangiz, telefoningizda kamera ochiladi, keyin любой bitta tekstni rasmga olib, o'shani perevod qilsangiz bo'ladi. Avtomatik til aniqlash aqlli va samarali. Qanaqa perevod qilinadi? Birinchi bu matnni joylashtirishingiz kerak. Matnni joylashtirasiz, xohlasangiz o'zingiz любой bitta til tanlasangiz bo'ladi. Xohlasangiz mana shu tilni top beradigan knopkani bossangiz, o'zi tilni aniqlab beradi, keyin perevod qilasiz. Tilni aniqlash. Ustoz, tilni aniqlash. Mana shu tugmani bossangiz, tilni aniqlab beradi, keyin uchinchisi tarjima qilish knopkasini bossangiz, tarjima qilib beradi sizga tekstni. Buni o'tkazib yuboring ustoz. O'tkazib yuboring buni. Mana, например, mana knopkani bossangiz, mana shu tugmani bossangiz, bunda голосовой ввод bo'ladi. Ikkinchisi mana shu kamerani rasmli tugmani bossangiz, rasmga olib perevod qilasiz. Mana knopkani bossangiz, bunda ilova polni o'zi aniqlab beradi. Mana bitta tekstni joylashtirasiz, a bu yerda уже perevod qilingan tekstni olasiz. Mana knopkani bossangiz, bu eng kerak knopka, bunda perevod qilib beriladi. Mana shu ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda inglizchadan nemis tiliga perevod qilingan. Mana bu yerda уже mana shu ro'yxati har xil tillarni hamma. Mana bu QR kod skaner qilsangiz, meni Telegram kanalimga o'tasizlar. U yerda Android uchun APK fayl bo'ladi. O'shani o'tkazib ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Meni ilovamni keyin GitHub repozitoriy bo'ladi. U yerda mana shu IT tushunadigan odamlar kirib, kodni ko'rib o'qib chiqsa bo'ladi. Keyin mana shu ishlagan ilovamni, ishlagan videolari, keyin rasmlari joylashtirilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat sizga ham tarjimon uchun. Xudo xolasa biz ham yuklab olamiz. Real ishlasa hammamizga kerakli, foydali narsa bo'libdi. Demak, davom etamiz. Assalomu alaykum hammaga, xush kelibsizlar. Bugungi tadbirda Zehrli AI degan yangi ilova o'ylab chiqdik. Ingliz tilini o'rgatadigan. O'sha to'g'risida to'liq informatsiya berib o'taman. Bizning ilovamiz 2025-yil bu yil tashkil topdi va hozirgi paytda App Store bilan Google Play da bor. Shu QR kod orqali o'tkazib test ko'rsanglar bo'ladi. Zehrli AI o'ylab chiqqanimizda ko'p joylarda bilsanglar, ingliz tilini o'rganish qiyin bo'ladi yoki ko'p vaqt oladi, ham zerikarli. Lekin biz shuni o'ylab chiqib, tez, qiziqarli hamda oson qildik. Bizani Zehrli AI ilovamizda so'zlayotgaysizlar, keyin bizda rejim turlari bor. Xo'p, onlayn o'ynasanglar bo'ladi. O'rtog'ingizga game link tashab o'ynasanglar bo'ladi. Keyin bot bilan o'ynasanglar bo'ladi. Bizda flash kart bor, bo'limi. Bu yerda 6 ta mavzuga oid so'zlar berilgan, 10 tadan kirasizlar, yodlaysizlar, keyinchalik o'yinlarda test qilib ishlatasizlar. Bizda premium feature'imiz bor, ya'ni premium xususiyati
bizada premiumni 1 oylik, keyin 1 yillik sotib olsanglar bo'ladi. Bunga keyinchalik to'xtalib o'tib ketaman. Xo'p, mana flash kartimiz. Har bitta mavzuga oid o'z gaplar bor. Mana, masalan, weather, ob-havo. Kirganingizda hot, cold, sunny. Bu yerda dynamic iconni bossanglar, sizlarga qanaqa itilishini o'rgatadi, ham tagida tarjimasi turadi. Bizada 3 ta o'yin turi bor. Birinchisi World Battle, bu nima degani? Bu yerda sizlar kirasizlar, 3 ta o'yin rejimi bor. With random apparat degan. Bu O'zbekistonda 12 ta viloyat bo'yicha onlayn o'ynasanglar bo'ladi, live rejimda. Ikkinchisi with friends degani, bu o'zingizlarning o'rtog'inglar bilan game link tashab o'ynasanglar bo'ladi. Va eng oxirgisi o'zimiz ishlab chiqqan zehrli bot. Bunda o'zingizlar bitta test qilib ko'rib, keyinchalik onlayn o'ynasanglar ham bo'ladi. Kirganingizda o'rtog'inglar bilan yoki bot bilan o'ynasanglar, o'zingizlarga kerak bo'lgan mavzu tanlaysizlar. Masalan, ob-havo yoki ovqat yoki hayvonlar, keyin o'ynayverasizlar. Keyingi o'yin bizda 4 picture 1 word, bu nima degani? 4 ta rasm beriladi. O'sha 4 ta rasmga qarab random qo'yilgan harflardan to'g'ri so'z topish kerak. Hop. Oxirida hammaga yoqqan, ko'pchilik sevib o'ynayotgan o'yin Odd One Out. Bunda ham 3 ta rejim o'yini bo'ladi. Bu o'yinda sizlar mana shu berilgan mavzuga to'g'ri kelmagan gap topishinglar kerak. Masalan, 7, 8, 9. Bu son inglizchada, keyin fine bor. Bu xursandchilik. Fine songa to'g'ri kelmaydi. Shunga o'xshash sxema. Boyitib o'tganimdek premium feature, premium xususiyati ko'rayotgan bo'lsanglar, chap tarafimizda premium olingan profil turibdi va o'ng tarafimizda premium olinmagan profil turibdi. Premium olganda sizlarda ko'p funksiyalarga dostуп ochiladi. Masalan, base limit o'ynash yoki yana so'zlarni ko'proq o'rganish. Masalan, o'ng tarafda premium olinmaganda bizda 4 ta diamond turadi. Har bitta o'ynalganda bittadan ketadi. Keyin bu har 1 soatda qaytadan to'ladi. Biz premium narxini hammaga moslab o'ylab chiqqanmiz. 12 ming so'm 1 oylisi, 1 yillisi 120 ming so'm. Men o'ylayman, bitta energetik puliga o'zini kelajagini qurgan ma'qul. Hop, bizda point sistemi ham bor. Har bitta o'yindan keyin sizlarga 2 tadan 6 tagacha point beriladi. Hop, keyinchalik keyingi updatelarda, обновленияларда sizlar shu pointga premium yoki o'zingizlarga, personajingizlarga har xil aksessuarlar yoki skillar sotib olsanglar bo'ladi. Hop, bizning zehrli team a'zolarimiz, Abdurahmon aka, main manager, bizning bossimiz. Keyingisi Abdazim aka, o'zlari ham shu yerdalar, team managerimiz. Hamda Javohir aka, data entry specialist. So'z kiritalar, rasm, shunga o'xshash narsalar. Va Jaloliddin, bizning main backendchimiz va men Muhammad animatorman. Oxirida o'zimizning Behruz Mobile Juniorimiz. O'zi shu yerda. Boyitib o'tganimdek, allaqachon App Store bilan Google Play ga o'tkazilgan. Hozir mana shuni o'tkazib bitta test qilib ko'rsanglar bo'ladi. Va e'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Hop, bitta test qilib ko'rsatib beraman ishlashini. Boyitib o'tgandek 10 ta so'zlar bor. 10 tadan oshiq, ya'ni birinchisi mana hot, ustiga bossanglar, tarjimasi chiqadi va dynamicni bossanglar. Hop, learn the dig bor, buni bossanglar, sizlarga kattaroq ko'rsatadi. Bu yerda tarjimasi. Keyingisi no bossanglar o'rgandim degani, o'sha bilaman degani, learn bossanglar keyinchalik o'rganaman degani. Endi World Battle ga kiradigan bo'lsak, boyitib o'tgandagi random o'ynasanglar bo'ladi o'rtog'inglar bilan, keyin bot bilan. Sizlar hozir bot bilan test qilib ko'rsatib beraman. Masalan, animal tanlaymiz. Ketdik. Mana. Hop, mana galam. Masalan, kuchuk deymiz. Dog. Va bu bizga atvetga rock. Hop, biz ham shu deymiz.
Vaqtinglarni qolib o'tirmayman. Keyingi rejim o'yiniga o'tamiz, keyingi turga. Xo'p. 4 picture 1 word kiramiz. O'zbekxalli bot. Xo'p. Botda to'g'ri so'z yozish kerak. Tak. Ko'prik, blok, most. Hop. Ko'proq so'z o'rganishim kerakmi deyman? Keyingisi. Tak. Tak, keyingisiga o'tamiz endi. Add one out. Kiramiz. Ketdi 7, 8, 9 fine bo'ladi. Tak, 4, 5, 6 kicks. Go. Bu yerda 3 ta bir xil mavzudiy so'z beriladi. Keyin bitta boshqa mavzu so'z beriladi. O'sha 3 ta so'zli mavzuga oid bo'lmagan so'zni topish kerak. Ne? Ana 2 ta point berdi. Xo'p. Tak, bizda liga hozirchalik bronz turibdi. Profilimizda boyida o'tganda yana premium olingan. Va keyingi update'ga biz yangi funksiyalar o'ylab chiqdik. Ya'ni share link degan. O'zingizlarga referalni silka ochasizlar. Keyin 3 ta odamga yoki undan ko'proq odamga tashlasanglar, sizlarga 3 kunlik tekin premium beriladi. Shunga o'xshash katta update'lar. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat sizga ham. Ajoyib zo'r loyiha bo'libdi. Kattalar ham bemalol o'tirib zerikmasdan o'ynab o'tiradigan, ham o'yin, ham bilim degan joy bo'libdi. Zo'r. Xo'p, oxirgi guruhmidi bu? Demak, endi bularni taqdirlash kerak. Shuncha mehnatni, marhamat, sizni davraga taklif qilamiz. Sovg'alarini, sertifikatlarni, voucherlarni olib chiqasizlar. Ushbu sertifikat PDP Juniorning Generation kursini muvaffaqiyatli tamomlaganligi uchun Abdulaziz Abdulhamidovga topshiriladi. Abdulaziz, marhamat. Va bunga qo'shimcha Abdulazizga PDP Junior o'quv markazida Python frontend robot texnika kurslarini davom ettirish uchun 2.280.000 so'mlik voucher ham beriladi. Marhamat Abdulaziz. Xo'p. Keyingisi, demak, xuddi shunday sertifikat Generation kursini muvaffaqiyatli tamomlaganligi uchun Asadbek Zikirovga topshiriladi. Marhamat Asadbek. Va Asadbekka juniorda o'qishni davom ettirish uchun 2.280.000 so'mlik voucher ham beriladi. Marhamat. Qabul qilib oling. Davom etamiz. Keyingi sertifikat Muhammad Sodiq Abdullayevga va Muhammad Sodiq Abdullayevga 2.280.000 so'mlik voucher ham beriladi. Davom etamiz. Keyingi sertifikat sohibi Tohir Jamoliddinov. Marhamat Tohirjon va Tohirjonga ham 2.280.000 so'mlik voucher. Qarsak chalib olqishlab turamiz. Keyingi qahramonimiz Muhammadali Jo'raxonov. Marhamat Muhammadali. Muhammadaliga ham xuddi shunaqa 2.280.000 so'mlik voucher taqdim qilinadi. Demak, davom etamiz. Keyingi bugungi kun qahramoni Behruz Dilmurodov Generation kursini tamomlaganligi uchun va 2.280.000 so'mlik voucher. Demak, keyingi nominatsiya sohibi va voucher sohibi Abu Bakr Hamidullayevga topshiriladi. Abu Bakr, marhamat. Zo'r nutq gapirdilar Abu Bakr. 2.280.000 so'mlik voucher ham Abu Bakrga. Demak, keyingi ishtirokchimiz, keyingi bitiruvchimiz, keyingi qaldirg'ochimiz Abdulbosit Erkinovga topshiriladi sertifikat va 2.280.000 so'mlik voucher ham topshiriladi.
Va bugungi kunning so'nggi qahramoni ushbu yo'nalishda Ahrorbek Rajabovga beriladi va 2280 ming so'mlik vaucher ham Ahrorbekka. Endi traditsiyani davom ettiramiz. Butun jamoadoshlarni sahnaga taklif qilamiz. Fotosessiya hamda tugatganda mantiyani bilimim osmonga qadar yetsin degan ma'noda uloqtirishadi. Xuddi o'sha narsani sizlar bilan ham amalga oshiramiz. Siz ham turing. Gruppani bugun birinchi chiqishi, o'zi ular 3 oylikda chiqish kerak edi. Orada grantchilarning qo'shilganligi sababli ozgina 1 oyga kech qoldik. Shu hisobdan bugun bular o'zini birinchi chiqishlarini ko'rsatishadi va ustozini sahnaga taklif qilsak, chunki bu tanishtiruv, o'zi bizda birinchi tanishtiruv bo'lishi kerak. Bolalar o'zlarini tayyorlagan portfoliyolarini, o'zlari qilgan ishlarini ota-onalarga o'zini tanishtiruv sifatida olishadi va ustoz ham o'zini ota-onalarga tanishtirib, ana undan keyin xudo xolasa o'quvchilarimizdan birin-ketin bugungi loyihalarni tomosha qilamiz. Ustoz Abdurahmon ustozga navbat, marhamat, boshlashingiz mumkin. Bugungi tadbirimizda hammanglarni kelganinglardan, ya'ni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Ismim Abdurahmon. Shu front-end yo'nalishida 4 yildan beri ishlab, ham tajriba orttirib kelmoqdaman. Yoshim 22 da. Mana bugungi tadbirimizda farzandinglar, ya'ni bolanglar o'zini portfoliolarini ko'rsatib beradi. Shu 5 oy davomida o'rganib, o'zlashtirib kelgan narsalardan foydalanib, o'z veb-saytlarini yaratishdi, ya'ni portfoliolarini. Birin-ketin hozir chiqib, o'zlari tushuntirib, ko'rsatib berishadi. Xo'p, tushunarli. Kimdan boshlaymiz birinchi bo'lib? Birinchi bo'lib Mubinaxondan. Qani, Mubinaxon, marhamat. Mubinaxon sahnaga taklif qilamiz. O'zi adashmasam bitta qizimiz, to'g'rimi? To'g'ri. Birinchilardan bugun qahramon siz bo'lasiz, xudo xolasa. Hayajon yo'qmi Mubinaxon? O'qish qiyin bo'lmayaptimi? Ko'pchilik aytadi, qiz bola aytini bilmaydi, o'rgana olmaydi deb shu ko'rsatib qo'ying hammaga qanaqa bo'lishini. Kelishdikmi? Boshladik. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Mani ismim Mubina, familiyam Zohirova. 6 sinfda o'qiyman, IT ga qiziqaman. Va bugun men portfoliyamni yasab keldim. Men F13 guruhda o'qiyman, 196-maktabda. Bitta mening rasmim va bu men to'rsimda. Mening oilam xos ko'rsa. Bu mening oilam. Bu men, pastda mening oyim. Bu mening oyim kompyuter dizayni bo'lib ishlaydilar. Har kuni maktabdan kelganimdan keyin shirinliklar pishirib qo'yadilar. Bu mening adam, ular IT mutaxassisida bo'lib ishlaydilar. Ular biz va singlim uchun hech qachon vaqt ajratilmaydilar va pul ham ajratmaydilar. Ayamaydilar. Bu mening singlim, bu oilada eng kichkina va erkatoy qiz. Bu mening loyihalarim. Bu yerda animatsiyalar bor. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yoqqa xavr ishlatganman. Oldiga olib borsa ishlaydi. Bu mening eng yaxshi ko'rgan loyiham. Bu loyiha pizza haqida, pizzeriya. Bu bosh sahifa, menyuga o'tsak. Bu menyu pizzalar haqida. Bu yoqqa animatsiyalar qo'yganman. Avuz veb-saytida yordamida bitta vaucherlar bor. Skidka, ya'ni sotib olsa skidka bo'ladi, vaucher. Bosh sahifaga o'tsak, animatsiyalar ham qo'yganman. Bu yerda
soya tushib turibdi, olovrang. Va buni men Box Shadow'da qilganman. 0 piksel, 0 piksel, 50 piksel qilganman и orange. Va mening loyihalarimda yana bitta funksiya bor. Buni oldiga olib borsa, funksiya aylanib boradi. Buni men transform rotate yordamida qilganman. 360 da, ya'ni 360 gradus aylanib borib orqaga qaytadi. Va bu yerda ham ikkita button bor. Oldiga olib borsa yonib, yaqinlashib yonadi. PTP Junior jamoasiga kattakon rahmat. Grant berishganligiga ham, ustozimga ham rahmat. Rahmat sizga ham. Hop, endi faqat to'g'risini ayting. Sizni oilaviy aytishliklar oilasi ekan. Buni o'zingiz qildingizmi, uydagilar qilib berdimi? O'zim. Aldamang. Aldamayaptimi, o'zi qildimi? Bo'l. Unda yaxshi. Agar hammasini o'zingiz amalga oshirgan bo'lsangiz, 11 yoshda Xudo xolasa Mubinaxon hammasi zo'r, cho'tki chiqqan. Xudo xolasa keyingi loyihalarda bundan ham katta chiqadigan va bundan ham qo'rqmasdan bemalol chiqib faxrlanib gapiradigan natijalarni kutib qolamiz. Birinchisiga respekt, birinchi bo'lib chiqdingiz. Rahmat sizga. Marhamat, joyingizni egallashingiz mumkin. Hop, yaxshi kayfiyatda davom etamiz. Keyingi ishtirokchimiz kim bo'ladi? Ibrohim. Marhamat, Ibrohim. Mubinadan keyin endi Ibrohim o'g'il bolalarning shijoatini, kuchini, g'ayratini ko'rsatish kerak. Qani, mikrofonni oling. Ibrohim, mana bu yoqqa o'tib gapirsangiz, hammaga ko'rinadi, o'zingiz ham ko'rinib turasiz. Boshladingmi Ibrohim? Bo'ldi. Ho'p, deb bismillah deb boshlayvering. Men Nuriddinov Ibrohim. Bahodir o'g'li. Men 2001-yili Toshkent shahar Olmazor tumanida tavallud topganman. 2018-yili 24-maktabga chiqqanman. Hozirgi kunda 24-maktabda 8-sinfman. Mening oilam bu mening adam. Meni qo'llab turadilar. Bu ukam va singlim. Ukam 10 yoshda, singlim 3 yoshda. Ular ham meni qo'llab turishadi. Bu mening oyim, 37 yoshdalar, Bahrom Dilafruz. Uy bekasi bo'lib bizga qaraylar. Bu mening loyihalarim. Bu savol javob. Soat haqida qilgan loyiham. Ibrohim, nechta pejdan iborat bu? Sahifalar nechta sahifali? Bitta sahifalimi yo ko'p sahifalimi? Ikkita. Nechta ijtimoiy bor? Ikkita. Hop, nimalardan foydalangansiz? Qanaqa animatsiyalar, battanlar qo'shgansiz? Gapiravering bemalol. Display flex berganman. Hop. Flex wrap berganman. Aha. Keyin shu mashinga animatsiya qo'shgan. Nima vazifani bajaradi o'shanda? Tushuntirib beringchi. Birinchi aytganingiz nima vazifani bajaradi? Bu sotib olish. Hop. Boshqa nima bo'ladi? Aha. Soat nomini yozasiz, ismingizni, telefon raqamingizni yozasiz. Bo'ldi, tushunarli. Buni yozsak, biz zakazga o'tamiz, to'g'rimi? Buyurtma qilamiz ya'ni. Hop. Tushunarli. Nima bo'ldi? Buyurtma qabul qilindi. Davom etamiz. Yana nimalari bor? Pastroqqa tushiringchi. Xo'p, bu rasmlarni qanaqa qo'yib chiqqansiz, Ibrohim? Google'dan olganman, Pinterest. Keyin Shu qo'yganman, image qilib. Image bilan ham bo'ldi. Tushundik. Xo'p, dars. Menimcha ayollar uchun, erkaklar uchun alohida razdel, to'g'rimi? Ikkinchi pejizda. Hop, davom etamiz. Ayollar, keyin
yosh bolalarga ham qilganman. Hamma Qani guruhingiz haqida? Muhammad, Musobek, Salohiddin, Mubina. Nechtasizlar jami guruhda? 8ta. 8ta. Ichida eng yaxshi ko'rgan kursdoshingiz kim? Do'stingiz, kursdoshingiz, qadrdoningiz, yordam beradigan, podдержка qiladigan? Hammasi. Hamma bilan yaqinsiz, to'g'rimi? Eng ichida ajralib turadigani kim? Kim? Zafar. Zafar nima uchun yoqadi Zafar? Qarash. Bilmagan narsalarni o'rgatdi. Malades, zo'r. Hech kim bilan urush anaqa holatlari yo'qmi? Xo'p, ustozingiz nimasi yoqadi? Ustoz yaxshimi? Ha. Almashtirish kerak emasmi? Almashtirish kerakmi? Yo'q, yaxshilar. Nimasi yaxshi? Shu bilmagan narsalarni o'rgatib turadilar. Hamma ustoz o'rgatadi bilmagan narsangiz. Shuning uchun ham ustozda. Ustoz bilmagan narsani o'rgatish uchun ustoz. Yana. Darsga yo'qlik keladilar. Aha, hammasi voqlik keladi. Voqlik kelmasa kaltak yeydi. Voqlik keladi, qana voqlik kelmaydi. Quloqini cho'zamiz kech qolsa. Yana? Bizani yaxshi o'qitadi. Siz demak sizga mehr, ya'ni bizdagi eng oliy narsa bu guruhda o'qituvchilarda nimaga hozir 22 yosh dedi, eshitgan bo'lsangiz, nimaga yosh o'qituvchilarni tanlaganmiz? Bularga o'qituvchi bo'lib qolmasin, aka-uka sifatida yaqin olib o'rgatsin va bolalar qo'rquvsiz o'zlarini xohishi bilan o'qisin. Chunki bu o'quv markazi, majburiy emas. Xohish bo'lsa, natija ham yaxshi bo'ladi, boshqasi ham. Keyingi safar ham sizdan qo'rqmasdan dadil gapirishni kutib qolamiz. Kelishding Ibrohim? Ko'proq men bilan gaplashib tursangiz, o'zi yaxshi bo'lib ketadi. Marhamat, joyiga egallashingiz mumkin. Qarsak chalib qo'yaylik Ibrohimga. Birinchisiga yomon emas. Xo'p, davom etamiz. Shukrullohga. Qani, Shukrulloh kelingchi. Davramiz sizga muntazir. Ana hozir Shukrulloh hozir boshqacha gapiradi. Marhamat, Shukrulloh boshladik. Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Shukrulloh, 15 yoshdaman, 8-sinfda o'qiyman. Men front-end yo'nalishida o'qiyman. Mening oilam, bu meni adam, ismlari Davron. Mana bu PDP Junior o'quv markaziga olib kelishi sababchi adam bo'ladilar. Men adamga kattakon rahmat deyman. Keyingisi oyimlar. Mana bu yerga olib kelishga oyimning ham katta hissalari bor. Keyin mana o'qishga ketayotganimda qonimga to'g'izib, yaxshi borib ketib deydilar. Keyin jo'nataveradilar. Keyingisi akam. Men akam bilan ko'p urushib turaman, lekin men akamni yaxshi ko'raman. Men akam menga nima kam bo'lsa o'shani o'rgatadilar. Keyin qanaqa ish bo'lsa, mana shunaqa ishlarni qilib berib tur deydilar. Keyingisi opamlar. Shuning uchun ham rasmi sekin ochildi-da. Bu meni opam, ismlari Dildora. Men opam bilan birga yurib, yoshlikdan shunaqa bo'lganda, men opamni yaxshi ko'raman. Keyingisi ukam bu, ismi Abdurahmon. Men u bilan ko'p o'ynayman. Ukam bo'lgani uchun ko'chada o'rtoqlari bilan meni Shukrullohni chaqiradi. Mana loyihalarim bu. Ochiring. Bu mana magazin mashinali. Pastga tushganda kiradi. Retno. Men sotuv bo'limi. Pastga tushganda yana mashinalar bor. Ijaraga beradigan sayt. Shunaqa. Qanaqa qilindi bular? Qanaqa qo'ydingiz bularni joylashtirishni? Men buni Display-Flex, Juicy Content, Space Between, keyin gap, padding shular bilan ishladim va mana shunaqa dizaynli chiqdi. Qancha kod yozgansiz bunga? Necha qator kod ketgan? Ko'p ketganda. Qancha? 400, 500 ming, 2000, 3000. Taxminan 300 emas, 350 dan kamroqda. 300. Xo'p, davom etamiz. Mana hamma mashinalarga kiradi. Sotuv bo'limida ijaraga mana qolgani nima KFC bu. Shunaqa. Bu checkbox, Display-Flex gap bilan berilgan, Vishet shunaqa berilgan. Men bosiladi, ustiga borganda bu magazinda. Keyingisi mana shu mashinani men yaratganman.
hozir bu rasm bo'lib turibdi. Bu keyin kattaroq narsa bo'ladi-da. Katta. Keyingisi bu hovur, grentli chegara. Men buni hovur, rasm, shuni visxetlar bilan yasaganman. Display flex gap, shunaqalar kodlar bilan yasaganman. Men haqimda. Mana o'zim 19-avgustda 15 ga to'laman. 9-sinfman. Men guruhim bilan juda ahilmiz. Unaqa urushi bo'lmaydi. Ustozimiz bizga ikkinchi ota bo'lib mehr beradi. Nimadir kamchilik bo'lsa oldimizga kelib, yaxshimisan, yaxshi chiqyaptimi deb oldimizdan gapirib ketadilar. Men ustozimga kattakon rahmat deyman. Kelajakda rejalar qanaqa? Kelajakda rejalar katta. Masalan, o'zimlarga Temurdagi o'xshagan katta veb-sayt yasayman. Balki undan ham katta bo'lishi mumkin. Men o'shanga harakat qilaman. O'rganib, mana shu PTB Juniorda mana shu PTB Juniordagi hamma ustoz, o'quvchilarga kattakon rahmat deyman. Mana shu IT yo'nalishida qiziqishim taklif bergan oyim bilan adam bo'ladilar. Eng katta rahmatni oyingiz bilan adangizga aytsangiz, ular sizni qo'llab-quvvatlab tursalar, nazorat qilsalar, xudo xolasa, albatta o'sha o'zingiz aytganingizdek Timurlar emas, undan ham katta bo'lgan veb-saytlarni o'zingiz ishlab chiqarasiz. Shunaqa. Malades. Rahmat sizga. Marhamat, joyingizga egallashingiz mumkin. Xo'p, davom etamiz. Endigi navbatni Isobekka beramiz. Isobek, qattasiz? Hayt, Isobek, qani? Krasavchik. Bitta o'y sindirib tashlaychi Isobek. Bu tarafga turib olsangiz, kameraga to'g'ri kelasiz. Aha, boshladik. Assalomu alaykum. Mening ismim Isobek. Men 10 yoshdaman. 42-maktabda o'qiyman. Men 4-sinfga o'tdim. Bu mening loyiham. Loyihalarim. Qaysi bo'limini ko'rib chiqamiz? Isobek, davom etamiz. Loyihalarimga o'tdim. Loyihalarim. Xo'p. Mana men veb-sayt Nike. Bu mening katta loyiham. Butlada Nike oyoq kiyimlar. Butlada kart bor, rasmlar shu HTMLda ishlatilgan kodlar. Necha qator kod ketgan bunga? Bunga 200 dan ko'p. 200 dan ko'p. Xo'p, davom etamiz. Qaysini ko'rib chiqamiz endi? KFC loyihaga kirib turasiz. Hop, keyingi Bu KFC loyihasi, bunga gap, display flexlar ishlatilgan. Bular checkbox bossa rang bo'ladi. Bular ya'ni bir pejli, bir sahifali saytlar, to'g'rimi? Hop, davom etamiz. Bu mening adam. Ular PTP Juniorga kelishimga sabab bo'lganlar. Ular 38 yoshdalar. Ular menga ko'p narsalar qilib berganlar. Ularga kattakon rahmat deyman. Hop, malades, davom etamiz. Bu mening buvim. Rasm boshqacha bo'lib qoldi. Rasm almashib qolibdi. Xo'p, mayli, davom etamiz. Bu mening buvim. Ular 63 yoshdalar. Ular menga ko'p narsalar qilib berganlar. Siz erkatoysiz bu uyingizga, to'g'rimi? Hop, davom etamiz. Bu mening oyim. Joy almashib qolibdi. Ular ham sababchi bo'lganlar PTP Juniorga kelishimga. Ularga ham kattakon rahmat deyman. Xo'p, malades. Bu mening ukam. U bilan men ko'proq o'ynayman, ko'chada, uyda ko'p o'ynayman. Urishmaysizlarmi? Yo'q. Asabingizni buzmaydimi? Hop. U oilada erkatoy. Albatta. Davom etamiz. Qobiliyatlaringiz qani? Nimalar bor ekan qobiliyatlaringizda? HTMLda 30% bo'ldimi? Birinchi qadam bo'ldi. Hop. SSD ham 30%. O'yinlar 10%. O'yinlar deganda o'yin o'ynash bo'yicha 10% mi qobiliyatingiz shunda?
Iyo, Aha. qancha o'yin o'ynash. 10% o'yin o'ynaysizmi? O'yin o'ynashmi, yaratishmi? O'ynash. O'ynash. Молодец. Agar 10% o'ynasangiz, o'yin kam o'ynar Fikrimda ekansiz. ishlash 20%. Xo'p, zo'r. Davom etamiz. Mana bu ijtimoiy tarmoqlar o'yinga o'tib ketadimi bossak, qanaqa bo'lar? Buni endi qo'yasiz mana Instagram, YouTube, Facebook qo'yib qo'yibsiz. Bu 6 oylikda kutubxonani o'rgansangiz, bossangiz to'g'ridan to'g'ri o'zingizni ijtimoiy sahifangizga olib o'tib beradi. Men suzishga qiziqaman va futbolga. Men 42-maktabda o'qiyman. Eng yaxshi ko'rgan o'yinlarim bu Minecraft bilan Brawl Stars. Hammaga rahmat. Eshitgani uchun sizga ham rahmat. Marhamat, joyingizni egallashingiz mumkin. Endigi navbat kimga? Muhammad Aliga. Muhammad Ali. Mana. Muhammad Ali boshlashingiz mumkin. O'sha burchakdan chiqib, boshladik Muhammad Ali. Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Muhammad Ali. Men PGP Juniorda front-end yo'nalishida 4 oydan beri o'qiyman. Yoshim 11 yoshda. Men haqimga o'tsak, men Kompus maktabida o'qiyman. Veli haydashga qiziqaman va suzish sportiga. Bu men dadam yoshlari 61da 1964-yilda tug'ilganlar. Pastda bu men borlar. Ismlar bu men buvam PGP Juniorda o'qishimga bum sababchilar. Yoshlari 60da. Pastda Adam stomatolog bo'lib ishlaydi, yoshlari 37da. Pastda oyim buxgalter bo'lib ishlaydi, o'zlarining uyida ofislari bor. Oyim 32 yoshdalar. Pastda singlim, u 3-sinfda o'qiydi, yoshi 9da. Pastda ukam bog'chaga boradi. Yoshi 4da, men bilan o'ynaydi. Ko'proq o'ynayman u bilan, mashina o'ynaydi. Bu men loyihalarim. Xohlaganinglar. Pastda bilmadik. Umumiy bu bosh sahifa ko'rib chiqishga o'tsak, anaqa yozuvlar chiqadi. Keyin taqqoslashga o'tsak, manaqa chiqadi, pastida ham bu mashina chiqadi. Keyin bu M modelga o'tsak, har xil mashinalar. Keyin oxiriga o'tsak, galereya, o'sha yerda mashinalar, keyin sotib olish ham bor mana. Vitsxeytini berganman, display flex bilan ishlatganman. Keyin biri gaplar bilan to'g'rilaganman. Men umumiy ko'rish men buni background image qilib qo'yganman. Tepasini xira qilish uchun blur ishlatganman. Keyin bu navbar anaqasi, navbar qiyamman endi. Men bilet sotib olishdi. Pastda chiqisham qo'yib qo'yganman. Bu drop down bos anaqani bossa tili o'zgaradi, boshqa HTMLga o'tib. Keyin angliski, o'zbek tili, rus tili. Keyin men bu border liner gradient hover bo'ladi. Buni o'zim qo'yganman. Keyin bunga ham chiqish qo'yganman. Keyin men bu telefon sotib olgan veb-sayt.
narxlari, nima modeli shuni qo'yib chiqqanman. Bu bu guruhim bu guruhimiz Eng yaxshi ko'rgan do'stingiz? bilmadim. Eng yaxshisi. Hammasi zo'r, eng zo'ri. Hamma bo'lsa kerak. Hamma bo'lsa kerak. Xo'p, mayli. Davom etamiz. Rahmat. E'tibor uchun rahmat. Marhamat, joyingizni egallang. Siz o'rningizga ozgina men gapirib yubordim. Xo'p. Zafarbekni taklif qilamiz. Zafarbek. Qani Zafarbek, mana mikrofon sizga muntazir, boshlashingiz mumkin. Zafarbekning vaucherlari, sovg'alari zo'r. Assalomu alaykum. Mening ismim Zafarbek, familiyam To'xtasinov. Yoshim 12 da. Men 20-maktabning 5-sinf o'quvchisiman. Bu bosh sahifa. Men haqimdagi o'tsak, men web dasturchiman. IT sohasiga, ayniqsa front-end dasturlashga qiziqaman. Figma bilan ishlashni bilaman. Kompyuterim Windows 11 Pro. Kelajakda IT sohasida katta muvaffaqiyatlarga erishishni orzu qilaman. Yangi narsalarni o'rganishni va bilim olishga doim intilaman. Bu men yoshim 12 da. 20-maktabning 6-sinfga o'taman. Bu mening dadam. Ismi Boltabayev Sherali. Bu oyim Marva Gulzoda. Bu mening katta singlim. Ismi To'xtasinova Mushtaribonu. Bular egizak. Yoshlari 6 da. Bu ukam To'xtasinov Abubakir 8 oylik. Mening loyihalar. Eng zo'r loyiham eng pastda. Qo'shimcha loyiha. Uzum market haqida. Rasm ustiga o'sish. Notebooklar. Bu yerda men uzum market haqida veb-sayt qilaman. Men bu kart, yana navbar, image, H1, H2. H1 yozuvni kattalashtirib beradi. H2 undan sal pastroq. Navbar tepada kerakli sahifaga o'tishi aniq beradi. Muhammad Ali, Salohiddin, Isobek, Ibrohim, Mubina, Nizomiddin aka, Asliddin aka bu yerda shukrlarning rasm bo'lishi kerak edi. Menda yo'qligi uchun shunday turibdi. Tushunarli. Eng yaqin do'stingiz? Eng yaqin do'stim Isobek. Isobek, malay. Nima uchun yaqinsiz? Yaxshi kelishamiz. Yaxshi kelishasizlar. Ustoz bilanchi? Ustozim meni do'stimdek qo'llab-quvvatlaydi. Bu yerdagi ustoz, PDPdagi ustozlar farqi maktabdagilardan sal xato qilib qo'ysak urishadi. Bu yerda sekingina tushuntirib o'tib ketaveradi. Sekingina nima qilsang qilaver deydi-da. Shunaqami? Malades, xo'p. Rahmat. Zafarbek. Zafarbekmidi? Tugadimi shu bilan? Marhamat, joyingizga keling. Zafarbek, rahmat sizga. Xo'p, kim qoldi? Nizomiddin. Nizomiddin aka dedi-ku boya. Keling. Meni Nizomiddin aka degan ustozim bo'lardi. Marhamat. Bo'ka tuman hokimi. Siz ham hokim bo'lib yuring kelajakda. Boshlang. Assalomu alaykum. Men ismim Nizomiddin. Men 16 yoshdaman. 180-maktabda o'qiyman. Men PDP juniorga kelganimga 5 oy bo'ldi. Proyektimiz cho'zilib ketgani uchun hozir beraman. Men haqimda men sevimli mashg'ulotim futbol o'ynash. Ba'zida telefon ham o'ynab turaman. Bolaligimda prezident bo'lishni orzu qilardim, lekin hozir otamning kasblarini egallashni xohlayman. Men uchun eng muhim narsa maqsadda intilish va o'z ustimda ishlash. Oilam.
Men oxirgisi. Bu iPhone sayti. Bu image bilan qilingan. Tepasida navbar qo'yilgan. Pastroqga P ishlatilgan, yana image qilingan. Bu ishlamaydi, chunki image qo'yilgan. Anaqadan iPhone o'zining saytidan oldik. Bu meni adamlar. Adam otlari Hajayev Olovdan 1986-yilda tug'ilganlar. Adam 3ta institut tugatganlar, hozir xirurg bo'lib ishlaydilar. Bu meni oyimlar, otlari Hajayev Muslima. Onam 5ta institut bitirganlar, hozir shaxta ishlamaydilar, uy bekasilar. Pastroqda Sinem bilan ukam, Sinem ot Hajayev Mubina. Sinem hozir maktabda o'qiydi va keyin Sinem gimnastika va sport bo'yicha 2 marta oltin medal olgan. Keyin ukam, bu meni ukam oti Hajayev Salohiddin. Ukam hozir maktabda o'qiydi, u ko'p telefon o'ynaydi. Tugadimi? Ha, Bo'ldi. Biz sizni eshitdik-ku, rahmat aytmaysiz hech bo'lmasa. Rahmat. Rahmat sizga. Marhamat, joyingiz egallashingiz mumkin. Adashmasam oxirgi ishtirokchimizmidi? Kim qoldi? Keling. Aslidan so'nggi ishtirokchimiz, Aslidan. Marhamat, navbat sizga. Assalomu alaykum ota-onalar. Men ismim Aslidan, familiyam Sharqo'ziyev, 16 yoshdaman. Birinchi mening oilamdan boshlaymiz. Bu meni onam medinstitut bitirganlar, 1986-yilda tug'ilganlar. Pastga o'tadigan bo'lsa, bu adam 1982-yilda moliya instituti bitirganlar. Keyin loyihalarimga o'tadigan bo'lsa, boshqa loyihalarimga o'tadigan bo'lsa, eng pastda masalan Adidas saytim. Pastda. Nargis. Bu Adidas narsa oyoq kiyim narsa sotasi bo'ladi. Keyin tepada o'zgarmay qolibdi. Nargis saytimga o'tamiz. Polo saytim. Bu yerda ham shunaqa kiyimni sotasi bo'ladi, rasmda chiqmay qolibdi. Aslidan bu nima narsalarni o'rgandingiz 3 oy, 4 oy mobaynida? Qaysi kutubxonalarni, qaysi teglarni o'rgandingiz? HTML, CSS'da o'shani o'rgandim. HTMLda shu harflarni yozsak, CSSda style anaqadan yozsa bo'ladi. Rasmni qanaqa qo'yasiz? Rasmni image tagi bilan. Navbaringiz qanaqa qilgansiz? Navbar bormi bu yoqda? Navbar bor tepada. Navbar bor tepada. Qaysi qismi navbar? Shu tepadagi ajratib qo'yganingiz navbar. O'sha. Battanni nima qilgansiz? Loyihalarimga battan qanab qo'ydingiz? Tekan yonadigan ko'k qilib qo'yibsiz-ku mana pastga. Bu yerda battan bor, keyin tepada navbarda ham battan qo'yganman. Shu battan tegi bilan. Style'ni o'zgartirgan, CSS'da. Marhamat, bo'ldi. Tushundim aslidan. Joyingiz egallashingiz mumkin. Demak, oxirgi gruppamizni taqdirlash marosimini o'tkazsak, sertifikatlarni olib berib yuborasizlar. Xo'p, demak, boshladik. O'quvchilar tayyor bo'lib turasizlar. Front-end yo'nalishining 3-modulni muvaffaqiyatli yakunlaganligi uchun sertifikat Isabek Muhitbekovga topshiriladi. Marhamat, Isabek keling. Isabekdan boshladik. Davom etamiz. Xuddi shunday sertifikat Ibrohim Nuriddinovga topshiriladi. Ibrohim, marhamat. Hop, Ibrohimga. Hop. Davom etamiz. Keyingi sertifikat egasi oxirgi chiqish qilgan yigitimiz Aslidan Sherqo'ziyevga beriladi. Shartli ravishda veb-saytlarni to'g'rilab topshirgandan keyin ofitsialni topshiramiz. Hop, keyingi
sertifikat sohibasi bitta yagona qizimiz va bugun eng zo'r chiqish qilgan qizlardan biri Mubinaxon Zaxirovaga beriladi. Keling Mubinaxon. Hop, davom etamiz. Keyingi sertifikat Muhammadali Hajjayevga topshiriladi. Muhammadali, keling Muhammadali. Paftor, hos. Kamera qarab turamiz. Bo'ldi, mana. Muhammadali Hajjayev, keling sertifikatingizni qabul qilib oling. Keyingi sertifikat Nizomiddin Hajjayevga topshiriladi. Aka-ukalar Nizomiddin keling. Shoshmaymiz. Hop, davom etamiz. Qarsak chalib turasizlar. Keyingi sertifikat Shukurulloh Rustamovga topshiriladi. Shukurulloh keling. Shukurulloh. Va bugungi so'nggi sertifikat sohibi Zafarbek To'xtasinov. Zafarbek, marhamat. Barcha guruh a'zolarini sahnaga taklif qilamiz jamoaviy rasm uchun. Zafarbek, keling, sizdan keyin sertifikatlar bilan kelinglar, rasmga tushib olamiz. Yigitlar, bular tushib olsin. Ana shu bilan bugungi tadbirimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hamma vaqt ajratib kelgan ota-onalarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Keyingi modullarda, keyingi tadbirlarda yana ko'rishguncha hamma bilan xayrlashib qolamiz. Kimda qanaqa savollar, takliflar bo'lsa, Xadra bo'yicha Umidjon va ustoz shu yerdalar. Bemalol savollar bo'lsa berib, gaplashib, oxiriga yetishinglar mumkin. Albatta bo'ladi.